Bu galgi retseptim bilan birgalikda qishlog'im hayotidan lavhalardan sizga birozgina ilindim. Shu bilan birga bisotimdagi eng mazali taomni qo'shnilarga ehson qilish uchun tayyorladim. Retseptni siz bilan ham bo'lashaman. Olovni yoqib qozonga dumbani teramiz, go'shtni joylab tuz sepib, ustini dimlab qo'yamiz. 1 soat davomida dimlab olsanglar, go'shtinglar xil bo'lib pishadi. Yarim tayyor bo'lgan go'shtimizni ustini ochamiz, yaxshilab aralashtiramiz va tabga ko'ra aralashtiravor lavr bargidan sepamiz. Go'sht ustidan butun kartoshka, katta bo'lak qilib to'g'ralgan karamni solamiz va tabga ko'ra tuz va ziravordan sepamiz. 1 kosa suv quyib, ustidan dimlab qo'yamiz. Bu orada hojamga zakaz qilgan issiq nonlarim yetib keldi. Taomni dimini ochamiz. Rangli bolgarskiy, pomidor, yarimta qilib to'g'ralgan limonni solamiz. Bir chetiga to'g'ralgan piyoz, o'rtasiga ko'katlarni solamiz va tuz, ziravorlardan solib ustini yana dimlab qo'yamiz. Bay, hidlaring noping o'rgilsin. Taomimiz tayyor bo'ldi. Endi chiroyli qilib idishlarga tortamiz. Hamma laganga taom bir xil suzilishi uchun ustidagi sabzavotlarni terib oldim. Ustiga bitta issiq nonni yopdim, qo'shnilarga tarqatish uchun chopdim. Elakka chiqib, elak og'iz qo'shnilarga Toshkentdagi eng shov-shuvli yengilini ham yetkazib ulgurdim. Iskandar Buildings'ning yangi domi qurilayotgani va boshida xarid qilgan 50 ta odam uchun mega aksiya ketayotganligini ham aytdim. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, video so'ngida hammalar duo qilgan enajonim uchun like bosib qo'yishni unutmanglar.